Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 403 guruh talabasi Abdurofiyeva Nozigul. Mavzu: ta'lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarning o'rni. Reja: birinchisi qadriyat haqida tushuncha, ikkinchisi milliy qadriyat tushunchasi, uchinchisi ta'lim-tarbiya jarayonida qadriyatlarning o'rni. Qadriyat bu inson va jamiyat uchun muhim bo'lgan umuminsoniy, ijtimoiy, axloqiy, madaniy va ma'naviy ahamiyatga ega bo'lgan tushuncha. Milliy qadriyat deganda bir xalqqa xos bo'lgan tarixiy, madaniy, ma'naviy va moddiy boyliklar majmuasi tushuniladi. Ular avloddan avlodga o'tib, millatning o'ziga xosligini, ma'naviy qiyofasini shakllantiradi va boshqa millatlardan ajratib turadi. Milliy qadriyatlarga davlat ramzlari, madhiya, bayroq, gerb, mehmondo'stlik, oilaviy qadriyatlar, milliy liboslar, urf-odatlar, kasb-hunar an'analari, adabiy-ma'naviy meros kabi narsalar tushuniladi. Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlar katta o'rin egallaydi. Bunga misol sifatida turli shakllarda namoyon bo'ladigan madaniyat durdonalari, tarix, xalq og'zaki ijodi namunalari, xalq hunarmandchiligi, tarixiy va madaniy yodgorliklar, arxitektura va boshqalarni tushunishimiz mumkin. Agar jamiyat hayotning tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi, bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi, ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat. Biz yaratayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda avvalo fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillar hayotiy tushuncha va qadriyatlarga asoslangan deb ta'kidlaydi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Ma'lumki, o'zbek xalqi og'zaki ijodi beqiyos xazina bo'lib, shu asosida insonparvarlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, oilaparvarlik, mardlik kabi umuminsoniy qadriyatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Bu ma'naviy merosimiz orqali xalqimizni bugun va ertangi kuni ishonch ruhida tarbiyalash hamda ajdod avlodlarimiz tomonidan asos solingan odob-axloq, kamtarlik, saxiylik, saxovat, ibrat va komillikka yetishish kabi axloqiy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirishdan muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Endilikda mintaqamizning boy ma'naviy madaniyati, uning noyob milliy qadriyatlari, ma'naviyati yanada yuksak darajada ko'tarish uchun xizmat qilmoqda. Ma'lumki, har bir millat, har bir xalq o'z hayoti tarzida kelajagini ajdodlarimizning tarixiy tajribasi asosiga quradi. Har bir xalq begona qoliplar, begona andozalar asosida emas, erkin yashab taraqqiyot eta olmaydi. Har bir xonadonning o'z tartib qoidalarini bilgandek, har bir yurt hayotini tashkil etishning ham o'z andoza, o'lchovlari, qonun qoidalari bo'ladi. Ular o'sha yurtning tarixiy tajribasi, milliy an'analari bilan bog'liq tarzda shakllanadi. Qadriyatlar kishilarning bir-birlariga o'zaro munosabat, jamoaga, vatanga nisbatan tarixan tarkib topgan munosabatlarni ifodalaydi. Xalq muayyan xulq-atvor, odob, xatti-harakat, norma, qoida va prinsiplar majmuasidir. Axloqiy tushunchalarga yaxshilik va yomonlik, burch, vijdon, sha'n, or-nomus, baxt, adolat kabilar kiradi. Insonning oila, jamiyat, xalq manfaatlarini anglab qilayotgan har qanday xatti-harakati,
yaxshilik kabi umuminsoniy mezonlarni bilan baholanadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.